Assalomu alaykum. Hozir men sizlarga Everyday programmasini 4 ta stoli haqida aytib o'taman. Sizlar bilan men Nasiba Burxanova. $15, $30, $75lik stollarimiz tranzitni yig'iluvchi stol deb ataladi. Siz daromad qilishni mana $150lik stoldan boshlab daromad qilasiz. Siz biznes o'rin sotib olmoqchi bo'lsangiz, birinchi marta $15ga $25 pul kiritishingiz kerak bo'ladi, chunki $10ini kompaniya kabinet xizmati va tex podдержка uchun ushlab qoladi 1 yilda bir marta. Mana siz $15ga stol sotib oldingiz va har doim o'zingizni matritsangizni boshda ko'rasiz, chunki bu sizning biznes o'rningiz. Ortingizdan mana ikkita partnyor taklif qildingiz va bu yerda sizda $15, $30 pul yig'ildi va sizga sistema avtomatim $30ga stol ochadi. Bu stolimiz 7 o'rindan iborat bo'lib, yuqoridan pastga, chapdan o'ngga qaray harakatlanamiz. Mana siz yana o'zingizni, biznesingizni matritsangizni tepasida ko'rasiz. Ortingizdan partnyorlaringiz kelib o'rnalashdi. Va mana oxirgi qator to'lov o'rni deb hisoblanadi. Bu yerga birinchi partnyor kelib o'rnalashi bilan sizning shotingizga $30 pul kelib tushadi. Va e'tibor bering, bu stolda siz $15 sof daromad qildingiz va $15 solgan pulingizni qaytarib oldingiz. Kompaniyada sizning pullaringiz qolgani yo'q. Keyingi mana 10 yelkangizga sizdan yuqorida turgan partnyor odam qo'yib ketishi mumkin yoki o'zingiz. Farqi yo'q, kim birinchi ishlasa o'sha odam qo'yib ketadi. Va mana to'lov joylaringizni xohlagan ikkinchi joyiga bir kishi kelib o'rnalashsa, misol mana bu yerga bo'lishi mumkin, bu yerga bo'lishi mumkin yoki mana bu yerga, bu joydagi pul 2 ga bo'linadi. $15ga. $15ga siz klon sotib olasiz va sizga sistema avtomatim yana $15ga biznes o'rin stol ochadi. $15 esa yig'ilib turadi. Keyingi mana to'lov joylaringizga mana siz 10 yelkangizdagi turgan partnyor odam qo'yib ketishi mumkin yoki o'zingiz va sizda bu yerda $15, $30, $75 pul yig'ildi va sizga sistema avtomatim $75ga stol ochadi. Bu yerda ham siz o'zingizni matritsangizni boshda ko'rasiz. Ortingizdan partnyorlaringiz birin-ketin kelib o'rnalashadi va bu yerda sizda $75, $150 pul yig'ildi va sizga sistema avtomatim $150ga stol ochadi. Bu stolimiz daromad keltiruvchi stol deb ataladi. Bu ham 7 o'rindan iborat. Yuqoridan pastga, chapdan o'ngga qaray harakatlanamiz. Mana siz o'zingizni matritsangizni boshda ko'rasiz, yana ortingizdan partnyorlaringiz birin-ketin kelib o'rnalashadi. Bu programmada ko'p odam taklif qilish kerak emas. 2 ta aktiv partnyor qilsangiz, shuning o'zi bilan har bir stolda daromad qilib kelishingiz mumkin. Va mana to'lov joyingizga birinchi partnyor kelib o'rnalashi bilan sizning shotingizga $150 pul kelib tushadi o'sha zahoti. Keyingi mana to'lov joyingizni siz chap yelkangizdagi partnyor odam qo'yib ketishi mumkin yoki o'zingiz va sizga yana $150 shotingizga pul kelib tushadi. Keyingi mana 10 yelkangizni sizdan yuqorida turgan partnyor odam qo'yib ketishi mumkin, chunki buni to'lov joylari hisoblanadi. Farqi yo'q, yoki o'zingiz qo'yishingiz mumkin. Kim birinchi ishlasa o'sha odam qo'yib ketadi. Keyingi mana to'lov joylaringizga sizni mana 10 yelkangizdagi turgan partnyor odam qo'yib ketishi mumkin va sizga o'sha zahoti $150 pul kelib tushadi shotingizga. Va e'tibor bering, bu stolda siz $150 jami $450 daromad ko'rdingiz. Marhamat, xohlagan kartangizga 100% chiqazib olib ishlatishingiz mumkin. Kompaniyada sizning pullaringiz ushlab qolinmaydi. Oxirgi mana joyimiz reinvest deb hisoblanadi. Bu yerga kelib tushgan partnyorni puli sizga ko'rsatilmaydi shotingizga. Buni hisobiga sizga yangidan $150lik stol ochiladi. Sistema stol ochadi sizga. Bu nima uchun qilinadi? Siz to'xtab qolmasdan yana mana shu stolda qaytadan $450 dan daromad qilishingiz uchun o'ylab topilgan.
Mana siz yana o'zingizni matritsangizni boshda ko'rasiz. Ortingizdan partnyorlaringiz birin-ketin kelib o'rnalashadi va mana to'lov qatorini ikkita joyiga partnyor kelib o'rnalashi bilan bu yerdagi $150, $150 pul sizni shotingizga ko'rsatilmaydi. $300 pul kompaniya sistema qaraydi, sizda Avtohouse programmasi ochiqmi yoki yo'qmi. Chunki ko'p partnyorlarimiz bizda ikkita nimadan kiradi, programmadan, ham Everyday и Avtohousedan. Agar sizda bu programma ochiq bo'lsa, sizga sistema shu zahoti $300 pulni shotingizga qaytarib beradi. Agar ochiq bo'lmasa, mana shu pullarning hisobiga sizga $300 ga Avtohousedan biznes o'rin sotib oladi, stol ochadi va siz ikkita programmada ham Everyday ham Avtohouse'da daromad qilib kelishingiz mumkin. Chunki Avtohouse'da bizda partnyorlarimiz millionlab daromad qiladi, o'ziga naqd pulga mashina, uy sotib oladi, sayohat qiladi. Siz ham shunday daromad qilishingiz uchun sistema o'ylab topgan buni. Keyingi mana 10 yelkamizga yuqoridagi partnyor odam qo'yib ketishi mumkin yoki o'zingiz va mana to'lov joyingizga sizni 10 yelkangizdagi partnyor odam qo'yib ketishi mumkin yoki o'zingiz va sizga srazu shu zahoti shotingizga $150 pul kelib tushadi. Oxirgi mana joyimiz reinvest hisoblangani uchun bu joydagi kelib tushgan partnyor puli sizga ko'rsatilmaydi va sizga yangitdan yana $150 ga stol ochiladi va siz 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi va hokazo stollarda bu stolda siz $450 dan daromad qilib kelasiz. Siz xohlasangiz bu stolni bir kunda 5 marta yopishingiz mumkin yoki 10 marta yopishingiz mumkin. Bu sizni o'zingizni harakatingizga bog'liq. Shunga qarab siz daromad qilasiz. Hammangizga men omad tilab qolaman. Menga obuna bo'lishni unutmang. Kelasi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar.